Rangicha boshqacha ekan. Borovskiy Grey. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, sotuvga 2026-yil model Land Rover Defender P400 Bruzon kuzovida HEC sotuvga yetib keldi. Mashinani bitta qisqa obzor qilib olamiz. Go'zalligini qaranglar buni. Borovskiy Grey rangida haqiqatan boshqacha ko'rinar ekan. Kelinglar, motor haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Qadrdonlar, bu 3 motor, turbo kompressor motor bo'ladi. 6 silindrli motor. Ot kuchi 394, 400 ot kuchiga ega. 0 dan 100 ga qo'zg'alishi 601 sekund bo'lyapti. 550 Nm, 8 pog'onali avtomat korobka. Benzin rasxodi endi baribir mashinani qiynashligiga bor-ku, lekin 14-15 litr atrofida shahar ichida. Qadrdonlar, bu pnevmada bo'ladi. R22 diska ballonda o'sha yangicha dizaynli diskalarda kelgan. Qadrdonlar, ichiga motor oldi. Kimki niyat qilgan bo'lsa, Alloh yetqizsin. Yangicha rangda bo'lgani uchun 26 model bilan yengillab o'tamiz. Hop, bizda sotuvda Yevropeyga, ya'ni arabga kanatkalari bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hop, bularni buyurtma asosida ketma-ketlik bilan O'zbekistonga yetkazib beryapmiz. Bular qadrdonlar 90 kuzovida, Bruzon kuzovida, keyin 130 kuzovida bor. 130 kuzovi bu 7 o'rindiqli bo'ladi. Bruzon kuzovi 5 o'rindiqli bo'ladi. 90 kuzovi karatish bo'ladi. Keyin plug gibridlargacha qo'yib ketamiz. Kelinglar, endi tanishtirib o'tib ketaman. Ichida ko'rib turganingizdek head-up display, multi-rullarimizda полос удержания, adaptivniy cruise control, sdna pamять, keyin sdnalarimizda abdufabogriflargacha bor. Bu 8 pog'onali avtomat korobka bo'ladi. Keyin kerakli bo'lgan narsalardan biri rejimlari ko'p. Bunda off-road rejimlari ham bor, ya'ni yo'l tanlamasi rejimlari. Tepada panorama oyna, bokovoylarimizda slipoy zona, 5 o'rindiqli xolodilniklargacha bor. Media monitorimizda ma'lumot berib turadigan monitorimizda ruskiy tekstdan bor. Qadrdonlar, shu videoni tagida bojxona yo'l kira yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bizda hamma ranglari, hamma kuzovli modellari sotuvda bor 26.